siz Alloh qul qaytarishga hayo qilar ekanda duoyingizni. Mana shu ko'p onalar menga savol berishadi-da, autizm bolalarni onasi. O'g'lingiz autizm ekan, qanaqa lecheniyalar olgansiz deyishadi. Keyin men aytaman, shunaqa lecheniyalar olganman desam, voy anaqa biz ham olgan edik, lekin bu lecheniyani bu narsalarni biznes deyishdi, foydasi yo'q ekan deyishdi deb aytishadi. Keyin voy unaqa demanglar, mana shu oddiy bitta suvni bersanglar ham bolaga shifo bo'lib kirsin deb ichiringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta kasal yotgan odam oldiga borgan ekanlar-da. Keyin bu kasal meni yeb qo'ydi deb bola o'sha odam kasallikdan nolganda, bu narsani yaxshiligini o'ylasang yaxshilikka ketadi, yomonligini o'ylasang yomonlikka ketadi deb aytgan ekanlar. Shu hadisni eshitgandan beri nima qilsam ham o'sha bitta piyola suv ichirsam ham Allohim faqat shuni yaxshiligini bergin, shifo qilib kirgizgin deyman. Mana shu nima lecheniya olgan bo'lsam ham, mayli o'zing ko'rib turibsan, shuncha mehnat qilyapmiz, adasi ham shuncha mehnat qilyaptilar, shuncha qaratyapmiz, o'zing shifosini bergin, o'zing mevasini bergin, rohatini ko'rib, rohatlanib olaylik deb niyat qilib, shu lecheniyani bo'lgan bo'lsam ham afsuslanmayman-da. Yaxshiligini ber, yaxshi tarafini bizga, yaxshi tarafini bergin faqat deb Allohdan so'rayman-da. Siz ham shunaqa so'ranglar. Bo'ladi, Xudo xolasa ishoninglar, bolalarning tuzalishiga ishoninglar deyman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasila qilaman-da. Anaqa vasila qilib so'rayman. Alloh mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hurmatlari duoyimni ijobat qilgin deb, chunki o'shalarni vasila qilsangiz Alloh qul qaytarishga hayo qilar ekanda duoyingizni. Ko'p onalarga ham aytaman, vasila qilib payg'ambarimizga salovat aytib, shularni vasila qilib so'ranglar. Bo'ladi, Xudo xolasa. Endi birinchi o'rinda duoda-da, chunki duo taqdir o'zgartiradi. Chunki Instagramda ham yozib qo'yganman-da. Taqdirga, lekin uni duo o'zgartirishiga ishonaman. Ishonaman. Shuning uchun ham Xudo xohlasa tuzalib, nima qilyapti, nima yaxshi bo'lib ketyaptimi bolam deb o'ylayman-da.